darvozamizning katta chegirmaga tushirgan. Ko'ryapsizlar, darvoza terish qiyin bo'ladi. Mashaqqatni nimaga 6 ta 10 ta odam teryapti deganlarga, eng sifatli darvoza og'ir bo'ladi. Endi akamizdan bizning obunachilarga dastlabki ustanovkasi bilan darvozalarni necha puldan yasab beradi va nima narsalarga e'tibor berish kerak. Hozirgi kunda juda ko'pchilik aldanib qolyapti va oshiqcha pul to'layapti va bundan tashqari aytilgan narsalar yetib bormayapti. Assalomu alaykum. Sizga charchamayapsizmi aka? Juda ko'pchilik norozi bo'lyapti. Ayrim ustalardan aka har xil holatda darvozalarga aldab olishyapti degan. Darvoza olayotganda nima narsalarga e'tibor berish kerak? Xohlasa darvoza o'ta qalinda bo'lgan. Ichi qavat, ichiga stiklarni tiqib shumka qilib zo'r qilingan varianti kechiy fason. Kechiy fason. Xohlasa 1,5 million qilyapti-ku, narxlarni tushirib 1 million 200 ming so'mdan tayyorlab beryapti. Xudo xohlasa nomimizdan chiqsa zo'r qilib keyin aka ko'pchilik misol bilmaydi doktor ichki eski material qopladigan savollar. Xudo xohlasa biz undan bo'lmaydi. Hamma yo'q qolib ichiga baquvvat qilib beramiz. Bu har bitta turgan joyini ham sifatda ikkada o'zimiz chiroyli qilib tushiramiz. Hali bagatini kesib bugun qilmaymiz-da buni. Har bitta lazerlarni ham kestirib nimada zo'r qilib chiqarib naqd keladi. Endi aka qarang, mana hozir bu yerda tayyor darvozalar bor. Kelib olib ketaman deganlarga ustasini olib kelib bemalol tekshirib olib ketaman. Bemalol tekshirtirib 2 likdan 2 qavat 1 million 200 ming so'mdan qarang o'zi. 2 lik, 2 likda qilgan yo'q, o'zimiz 2 likda qilib beryapmiz. Nimaga arzon chiqyapsizlar-da? Xudo xohlasa biz o'zimiz qilamiz. Oilaviy, aka-ukalar mana shu yerdan o'zlari birga qilamiz. O'shani hisobiga ancha arzon, o'zimiz o'rnatamiz, ashana hisobiga ancha arzon tushadi, shuning uchun arzonga qilib Shuni beryapmiz. sotaveramizmi aka? Beramizmi? Necha razmer tushib oladigan? Tushib oladigan bo'lsa, dastlabkasi, ustanovkasi hamma yo'g'i. Hamma yo'g'i bor. Dastlabki ustanovka qulupli ham zo'rdan bo'ladi-da, bu kechiy fason qimmat bo'lgandan keyin puliga yarasha bu. Yana jicha qo'shib bersa, o'shanga qarab qo'yib beraveradi. Yo olib bersa, o'zingiz qo'yib beraverasiz. O'zim qo'yib beraman, zo'r-zo'rlaridan. Buni necha kundan necha kungacha qilsak bo'ladi har qanday. Buni xudo xohlasa eng qalin, baquvvat, zo'r fasonini 1 million 200 mingdan qilib beryapti. Ko'pchilik ham yupqalarni qilayotgan bo'lsa, biz 2 likni 2 qavat qilib 1 million 200 mingdan qilib beryapti. Zakazga deganlarga uyingizga katta kichikmi farqi yo'q. Qanaqa deganlarga ham chiroyli chiqadi, chunki hozirgi kunda trendda bo'lyapti. 26 ni eng zo'r chiqqan trenddagi darvozasi. Mana bunisi ham yangilik, hali hech kim chiqargan yo'q. Qo'l mehnati. Qo'l mehnati o'zimiz chiqardik. Mana xudo xohlasa o'ta baquvvat, zo'r qalin qilib qilingan 2 qavatda qo'ymaydi. Xohlasa 4 ta mashinadan qilib beramiz, bo'limidan xohlasa xuddi shu variantda qilib beramiz. 1 million 200 ming so'mdan. Bu ham 2 qavat bo'ladi. Pul olinmaydi aka. Boshqa pul olinmaydi. O'rnatib berish, qulupkali hamma yo'q, chunki bularga original qilib qo'yiladi. Original. Transfer qilib qo'yib, chunki faloncha pulga olingandan keyin qanaqa shirellar pastda. Demak, ezilib qolmaslik Buniki ham yo'q, 53 ham kelaveradi. aka keyin kraskalar qanaqa qilib beramiz? Ko'p joyga borsam darvoza olgan, zaynab ketadi yo post tashlab oladi. Sizlarda qanaqa bo'ladi? Ko'pchilik kraskani mo'l listi yog'i bo'ladi. Listi yog'i bilan birga qurvatani o'zida artib turib seforishyapti. Bizda unday bo'lmaydi. Bu rasmiy tilda listi yog'ini chiqarib yaxshilab yuviladi. Yaxshilab yuvilgandan keyin o'tga chiqib qiziganda ham tashlab olmaydi kraska. Zo'ri shu edi. Keyin aka ishonch tomonlama, sexingizga ham kelib ko'rishaveradi, zakolat berib. Bemalol. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz ozgina zakolat berishadi, borib o'rnagandan keyin bersa bo'ladi. Kimlargadir o'sha 70%, 80% bas. 10% berishsa, ish boshlashlari ishonchnomasi uchun. Ular aldashmasa, biz aldaymiz. Xudo xohlasa aldanmaymiz. O'z bilasiz necha yildan beri sizdan ham ishlaymiz, ko'rasiz ishimizni. Ko'pchilik o'rnatib bermay. Tabiiyki reklamasiga borsam, bizning videodan ko'rib darvoza o'rnatishgan ekan. Chiroyli bo'ldi. Shunaqa qizoat qo'yganimiz yo'q sizlarga ham. Xudo xohlasa zo'r qilib chiqarib beryapman. Nimasi ham bor. O'ta zo'r chiqqan yangilik fasonimiz. Buni ham puli qimmat bas. 550 ming so'm kvadrat. Kvadrat. Ha, u qancha mehnat bu hayotda lazerda kestirib, chiroyli qilib, buni joy-joyiga qatirib, o'rnatib berish ustanovka hamma yo'g'i joyida 550 mingdan. Shu turishni necha pul chiqadi aka taxminan? 6,5-7 atrofida chiqadi. Chiqaveradi. Shunaqa katta darvozamiz, a? Qo'yil. Zo'r. Nejaviki kerak bo'lsa olib beraveramizmi? Biz nejaviki arzonroq bo'ladi. Necha pul ayirib oladi? Nejavikasidan 8 ming ayiraveramiz. Ayiraveramiz. Aka, juda ko'proq ayirib berasiz. Bo'laveradi. Ibor qiladi, arzonroq qilib beramiz. Mana bu Dubai fason, a? Bu Dubai fason. Xudo xohlasa bu ham qalin, bu ham. Mana o'zga cho'kkan narsalardan bas. Bu ham mana 530 mingdan qilib beryapsiz kvadratini. 530 ming. Ha, xudo xohlasa mana bular ham 1.2 da, bular qalinda. Yupqa bas. Xudo xohlasa yaxshi chiroyli chiqqan xizmatlar. Biz obunachilarga aka ozmoz yana narxlaridan kelishtirib, chiroyli qilib, sifati tushirmagan holatda qilib beramiz, aka. Shu turish necha pul chiqadi aka? Bu ham mana 12 kvadratda bitta kommentariyaga ham 6 million atrofida 6 million 300 ming atrofida chiqadi. 6,5 millionmi 6 million 300 atrofida chiqadi. Yana bir hisobga yaqinlashsa kommentariyaga yozib bu high-tech fason o'zimizni. Narigisi Dubai bu high-tech. Bu ham 520 mingdan qilib beryapmiz. Bu ham baquvvat, zo'r chiqqan fasonlardan.
yangilik Xo'p, bo'lib. endi aka pachinnilar qanaqasidan foydalanamiz? Shandirlardi. Xudo xohlasa shandirlar yaxshisidan. Bemalol ko'taradi, shu yoqqa xijolat qo'ygan joyi yo'q. Ertaga xijolat qo'yib qo'shadi bemalol. Yosh bolalar ham ochib yopishaveradi. Yengil Bemalol og'ir yosh bolalar ham darvozalar. ochib, yopib, maqlashaveradi. Xudo xohlasa xijolat qo'ymaydi. Endi aka temir sohasi bo'yicha nima xizmat bo'lsa, Xudo xolasa xizmatlar qilib beramiz, aka. Temir sohasida perilla, panjara hamma yo'lni qilib, o'rnatib Kazirogacha ham beraveradi. Kazirolar ham qilib Demir beraveradi. ustodan nima desa qilib beradi. Endi aka kotej qurayotganlar, ob'yomga olaman yoki qo'shni davlatga olib chiqib sotaman degan yoki shu yerga olaman deganlarga optimga qilib O'zim beramiz. qilib beramiz. Kattach qiladiganlar, rahmatlar, avion, foto avion ishlaydiganlar aloqa etsa, ancha orzon qilib beraman. Hop, yengil qilib beramiz. Aka kraskasiga taxminan necha yil araka beramiz? Xudo xolasa ancha ishlaydi. O'zimiz masalan shu vaqt sababini qilyapmiz. O'zimiz qancha yashaymiz bilmaymiz. Biz garantiya qilamiz, istadigan narsamizga javob beramiz. Shu tomonlama garantiya qilamiz. Lekin sifat tomonlama ham xudo yaxshi. Lekin mahallaga ham adashmasam 2-3 ta darvoza qilib bergansiz. O'zim ko'chib kelganimga 4 yil bo'ldi. Yangida turibdi qo'shnilar. Xudo xolasa nasib bo'lsa o'zimizga ham qilib berishadi. Agar putli darvozaga o'xshab qilib berilsa, Arzon. bu necha pul chiqadi? 450 ming kvadrat. 450 ming. Hamyon bor, juda baquvvat, yaxshi qilib chiqqan. Demak, hammasi puliga yarasha. Puliga yarasha. Endi Xudo nimaga xolasa yaxshi arzon, qiladi. nimaga qimmat deb ko'pchilik aytishi mumkin. Ko'rinishi bir xil deydi, lekin bu yerda asosiy materiallar qalin yuqali. Material qalin yuqaligida. Usta haqi o'zgarmaydimi narsa xizmat? Yo'q. Usta haqi masala emas. Xudo xolasa bu ham baquvvat, zo'r chiqqan fasonda, qani buni ham rasayotida yaxshilab yuvib, keyin sepkamiz kraskasini zot qo'yib opto'da ham bemalol turaveradi. Aha, shu ko'rib turgan darvozalarimizni aytganimizga telefon qilsin, ulgib olsin, ertadan Xudo xolasa hammaga o'rnatib Nechta beriladi. lista chiqarib beraveramiz. Chiqarib beriladi. Farqi yo'q, bitta 7 tani emas, hammasi Litsatlar necha kunda tayyor bo'ladi? Bular bir haftada bityapti, har bittasi. Litsatlar-chi? Listalar 20 kun, 25 kunda bityapti. Ular qo'l mehnati. Qo'l mehnati har bitta joyini bushtirib germetga hamma ish ko'p tamom o'shaning. Hop, navbatdagi darvozamiz aka. Mana bunisi 4 million so'm, mana 4 million qilib beramiz. Rostdan 4 millionmi yo bu klient chaqirish uchun? Yo'q, bemalol 3 4 million qilib beraveramiz. Rostdan 4 million qilib beriladi. Ko'pchilik aytadi, kesak tugab qolibdi, aldabsizlar deyshadi. Yo'q, tugab qolsa yana qilib beraveramiz. Qilib beriladi. Yana bor, 4 millionga qilib beriladi. Ha, bu 300 milliondan 5-6 ta bor. Yana deysa qilib beraveramiz. Bir haftada bitadi. 4 million degani bu sifatsiz kraska. Yo'q, kraskasi ham narigi 20 millionlik bilan bir kraska. Har bitta narsaga sifatli narsa olib ketamiz. Xudo xolasa, xijolat qo'ymaydi kraskasi buni ham. Endi aka kelmoqchi bo'lganlarga manzilni aytib o'tsangiz. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kombinat paxta bozorining oldida. Bemalol aloqa Bemalol kelishaveradi. Kadrda orqasida shuncha odam mehnat qilyapti. Bittadan like bosib, kommentlar qoldirasiz. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz uchun sizni nomingizdan shu videoda ko'rganingizdek chiroyli holatda dastlabki stanovkasi bilan aytilgan narsa yetkazib borlar. Akamizga zakolat berasiz. Borgandan keyin tekshirib olib, qolgan pullarni bemalol bersalaringiz bo'ladi.